Bugungi mavzuyimiz tayanch harakat tizimining eng jiddiy muammolaridan biri ko'ks artroz. Ushbu video davomida siz 3 ta muhim jihatini o'rganasiz va davolanishning eng to'g'ri yo'lini bilib olasiz. Birinchidan, ko'ks artrozning yashirin belgilarini qanday tanib olish mumkin va eng muhimi, ularni o'xshash simptomlari bor boshqa kasalliklardan qanday qilib aniq ajratamiz. Ikkinchidan, zamonaviy tibbiyotda kasallikka qarash qanday o'zgardi? Biz nima uchun endi shunchaki yemirilish emas, balkim bo'g'im yetishmovchiligi deb atalishini ko'rib chiqamiz. Uchinchidan, xalqaro protokollar asosidagi aniq davolash algoritmi. Qaysi dori va usullar haqiqatdan ham isbotlangan va samaraga ega-yu, qaysilari shunchaki vaqt va pul yo'qotish ekanligini tahlil qilamiz. Do'stlar, har hafta siz uchun eng dolzarb mavzularni batafsil yoritib boramiz. Biz bilan qoling va kanalga obuna bo'ling. Zamonaviy tibbiyot ko'ks artrozni shunchaki bo'g'imning passiv yemirilishi yoki ishdan chiqishi sifatida qarashdan voz kechgan. Bugun bu holat faol va murakkab jarayon ekanligi, u butun bo'g'imga yagona tirik tizim sifatida ta'sir qilishi aniqlangan. Buni bilish ko'ks artrozni to'g'ri va samarali boshqarishdagi birinchi va eng muhim qadamdir. Shifokorlar ko'ks artrozni butun bo'g'im kasalligi deb ataganda, ular jarayonga bo'g'imning barcha tarkibiy qismlari, suyak, tog'ay, bog'lamlar va atrof to'qimalar birgalikda va o'zaro bog'liq holda jalb qilinishini nazarda tutadilar. Tog'aydagi o'zgarish. Tog'ay hujayralari, xondrotsitlar quruvchidan buzuvchiga aylanib, tog'ayni quritadi va elastikligini yo'qotadi. Suyak va og'riq. Himoyasiz qolgan tog'ay osti suyagi zarbadan qochish uchun zichlashib, toshdek qotib qoladi. Diqqat qiling, tog'ay og'rimaydi. Unda nervlar yo'q. Siz sezadigan o'sha chuqur og'riq aynan zo'riqqan suyakning signalidir. Yallig'lanish. Yemirilgan tog'ay parchalari bo'g'im ichiga qum kabi ishqalanib, surunkali yallig'lanishni, sinovitni chaqiradi. Ertalabki qotib qolishning asosiy sababi ham shunda. Bo'g'im ichida yopiq zanjir reaksiyasi kechadi. Tog'ay parchalanishi, yallig'lanish, og'riq va suyak zo'riqishi. Buni tushunish davolanishni to'g'ri tanlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Siz sezayotgan simptomlar tasodifiy emas. Bu belgilarni to'g'ri o'qish, aniq tashxis qo'yish uchun va vaqtni yo'qotmaslikka yordam beradi. Ko'ks artrozda og'riq odatda chuqur pax sohasida seziladi. 85-90% hollarda. Bemorlar ko'pincha og'riq manbaini ko'rsatish uchun instinktiv ravishda sonni kaft bilan C harfi shaklida ushlaydilar. Bosh barmog'ingiz orqadan dumbaga tiralsa va qolgan barmoqlaringiz pax buramasiga chuqur botsa, bu og'riq manbai aniq bo'g'im ichida ekanligini belgisi. Aldamchi tizza og'rig'i. Chanoq va tizza umumiy nerv tolasiga ega bo'lganligi uchun og'riq ko'pincha tizzaga uzatiladi. Oltin qoida: agar tizzangiz og'risa-yu, paxta ham noqulaylik bo'lsa, vaqtni yo'qotmang. Darhol chanoq son bo'g'imingizni tekshirtiring. Mexanik xususiyatlari. Og'riq ko'pincha harakat bilan bog'liq. U yurish, uzoq tik turish, zinadan ko'tarilish paytida kuchayadi va dam olganda pasayadi. Lekin eng asosiy ko'rsatkich bu ertalabki qotib qolish. Ko'ks artrozi uchun qisqa muddatli qotib qolish xos. Ertalab o'rnidan turganda yoki bir joyda uzoq o'tirgandan so'ng dastlabki qadamlarni bosish qiyin bo'ladi. Bo'g'imda go'yo qotib qolish hissi paydo bo'ladi. Ammo 5-10 qadam tashlab, bo'g'im biroz yozilib ketgach, harakat erkinlashadi va og'riq kamayadi. Agar sizda shunday qotib qolish va keyin yozilib ketish holati bo'lsa, bu oddiy shamollash emas, balkim bo'g'im yemirilishining aniq belgisi. Agar ertalabki qotib qolish 1 soatdan ortiq davom etsa va kun yarmigacha yozilmasa, bu artroz emas. Bu revmatoid artrit yoki boshqa tizimli yallig'lanish bo'lishi mumkin. Bunday holatda kutmang. Zudlik bilan shifokorga ko'rining. Harakatning cheklanishi nimani anglatadi? Harakatning cheklanishi tartibsiz jarayon emas. U qat'iy ketma-ketlikda sodir bo'ladi. Siz o'zingizda sezgan bo'lishingiz mumkin. Oyoq ba'zi tomonga yaxshi buriladi, boshqa tomonga esa umuman yo'l bermaydi. Nima uchun bunday bo'ladi? Sababi aniq fiziologik o'zgarishlardir. Birinchisi fibroz, ya'ni bo'g'im ichida chandiqlanish boshlanadi. Ikkinchisi kapsulaning bujmayishi. Bo'g'im qobig'i o'z elastikligini yo'qotadi va qisqaradi. Natijada organizm himoya blokini ishga tushiradi. Organizm og'riqdan qochish uchun yallig'langan kapsulani eng ko'p tortadigan harakatlarini avtomatik ravishda cheklaydi. Siz oyoqni harakatlantirmoqchi bo'lasiz, lekin bo'g'im xuddi qulflangandek bo'ysunmaydi. Ko'ks artrozning eng erta va eng sezilmaydigan belgisi bu ichki rotatsiyaning yo'qolishidir. Oyoq uchini ichkariga burish bu harakat birinchi bo'lib yo'qoladi. Chunki ichkariga burish paytida bo'g'im kapsulasining old qismi maksimal darajada taranglashadi. Agar bo'g'imda muammo bo'lsa, tana og'riqdan qochish uchun aynan shu harakatni birinchi bo'lib bloklaydi. Kasallik rivojlangani sari oyoqni yon tomonga ochish, abduksiya va to'liq to'g'irlash qiyinlashadi. Bu esa o'z navbatida paypoq va poyabzal kiyish yoki oyoq tirnoqlarini olish kabi
kundalik yumushlarni qiyinchiliklarga olib keladi. Ushbu xos simptomlar shifokorga aniq tashxis qo'yishda asosiy indikator bo'lib xizmat qiladi. Agar yaqinlaringizda shu belgilarni sezgan bo'lsangiz, iltimos bu videoni og'riqdan qiynalayotgan ota-onangiz yoki yaqinlaringizga yuboring. Balkim aynan shu ma'lumot ularni operatsiyadan saqlab qolar. Koks artrozni aniqlash bu faqatgina diagnoz qo'yish emas. Bu og'riq aynan qayerdan kelayotganini topish va boshqa ehtimoliy sabablarni chetga surish jarayoni. Biz buni tasodifiy emas, balkim bosqichma-bosqich qilamiz. Birinchi bosqich bu suhbat va ko'rik. Barchasi sizni tinglashdan boshlanadi. Shifokor quyidagilarni aniqlaydi. Og'riq qachon boshlangan? Qayerda seziladi? Harakatda kuchayadimi yoki dam olishdami? Qotib qolish bor yoki yo'qligini. Shundan keyin ko'rik o'tkaziladi. Shifokor chanoq son bo'g'imingizni harakatlantiradi. Ehtiyotkorlik bilan tekshiradi. Ayniqsa oyoqni ichkariga burganda og'riq yoki cheklanish bor yoki yo'qligiga e'tibor qiladi va oxirida rentgen. Bu jarayonni tasdiqlaydi yoki inkor qiladi. Shundan so'ng aniq xulosa qilinadi. Ikkinchi bosqich bu rentgen. Rentgenda bitta qoida bor. Rentgen faqatgina tik turgan holatda yuklama bilan qilinishi shart. Yotgan holatda tushgan surat aldamchi bo'ladi. Nima uchun tik holatda? Chunki tana vazni bo'g'imga tabiiy bosim beradi va shifokor suyaklar orasidagi haqiqiy masofani aniq ko'ra oladi. Rentgenda shifokor asosan ikkita belgiga qaraydi. Suyak o'simtalari, osteofitlar. Xalq tilida buni tuz yig'ilishi deyishadi. Lekin bu xato. Bu tuz emas, bu suyak. Organizm beqarorlikni sezib, tayanch maydonini kengaytirish uchun o'ziga qo'shimcha tirkaklarni quradi. Bu kasallik emas, bu tananing himoya reaksiyasi. Ikkinchisi suyaklar orasidagi masofaning kamayishi. Rentgenda tog'ay ko'rinmaydi, lekin suyaklar orasidagi masofa qanchalik qisqarganiga qarab biz tog'ayning holatini bilib olamiz. Uchinchi bosqich bu kasallikning darajasini aniqlash. Rentgen natijasiga qarab shifokor kasallikning bosqichini belgilaydi. 1 dan 4-bosqichgacha. Bu raqamlar bo'g'imdagi o'zgarishning darajasini ko'rsatadi. Birinchi bosqich boshlang'ich, ikkinchi bosqich yengil o'zgarishlar, uchinchi bosqich o'rtacha, 4-bosqich esa og'ir o'zgarishlar. Suratdagi holat va siz sezayotgan og'riq har doim ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Ba'zan rentgenda 4-og'ir bosqich bo'lsa ham bemor yaxshi yuradi. Ba'zan esa rentgenda endigina 2-bosqich, lekin bemor kuchli og'riqdan shikoyat qiladi. Shuning uchun biz faqatgina qog'ozni emas, bemorni davolaymiz. 4-bosqich MRT va qon tahlillari. Ko'pchilik darhol qimmat MRT qilishga shoshiladi. Ochig'ini aytsak, koks artroz uchun oddiy rentgen ham yetarli. MRT ortiqcha xarajat bo'ladi. Uni faqat juda murakkab, tushunarsiz holatlardagina qilamiz. Qon tahlili esa faqatgina bitta maqsadda. Bu artrozmi yoki revmatizm, yallig'lanish. Shuni ajratib olish uchun kerak. Demak, qo'limizda aniq tashxis bor. Endi davolash vaqti keldi. Agar o'z holatingiz bo'yicha savollar bo'lsa, Delta Klinik eshiklari siz uchun ochiq. Bizda hozir obunachilarimiz uchun bepul konsultatsiya davom etmoqda. Ko'pchilik bemorlar bizdan so'raydi: "Doktor, qaysi dorini ichsam butunlay tuzalib ketaman? Ammo men sizga yoqimsiz bir haqiqatni aytaman. Koks artrozni faqatgina dori ichib yoki ukol bilan davolab bo'lmaydi. Koks artrozni yengish uchun bizga kompleks strategiya kerak. Bunda shunchaki og'riq qoldirish emas, balkim bo'g'im umrini uzaytirish va operatsiyasiz hayot sifatini saqlab qolish rejasi kerak. Keling, uni nimalardan iborat ekanligini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, vaznni kamaytirish. Ortiqcha vazn bu 2 barobar zarba. Birinchidan bu bo'g'imga tushadigan mexanik bosim, ikkinchidan esa va buni ko'pchilik bilmaydi. Yog' to'qimasi bu shunchaki ortiqcha yuk emas. Yog' bu organizmga doimiy ravishda yallig'lanish moddalarini ishlab chiqaradigan to'qima. Demak, vazn tashlash orqali siz nafaqat yukni yengillatasiz, balkim bo'g'imga bo'layotgan kimyoviy hujumni to'xtatasiz. Ikkinchidan, to'g'ri harakat qilish. Ko'pchilik harakat qilsam tog'ay yanada yemiriladi deb o'ylaydi. Bo'g'imni ayamoqchi bo'ladi. Bu eng katta xato. Bo'g'im tog'ayi qon tomirlariga ega emas. U oziqlanishni faqatgina harakat vaqtida bo'g'im suyuqligi orqali oladi. Xuddi gubka kabi. Harakat bo'lmasa, tog'ay och qoladi. Shuning uchun shifokorlar bekorga aytmaydi. Harakatsizlik bu bo'g'imni o'ldiradi. Birinchi darajali muolaja bu jismoniy reabilitatsiya. Maqsadli davolash mashqlari LFK koks artrozda eng ishonchli va eng samarali usullardan biri. U dori-darmonlardan ham muhimroq. Mashqlar nima uchun kerak? Asosiy maqsad chanoq son bo'g'imini ushlab turuvchi mushaklarni, ayniqsa dumba mushaklarini mustahkamlash. Kuchli mushaklar bo'g'im uchun amortizator kabi ishlaydi va yuklamani kamaytiradi. Shu bilan birga qisqarib qolgan mushaklar cho'ziladi. Harakat yengillashadi. Qaysi mashqlar mos? Suzish, velotrenajyor kabi bo'g'imga zarba bermaydigan mashg'ulotlar
eng xavfsiz va samarali variantlar hisoblanadi. Fizioterapiya va tiklanishni tezlashtirish. Ko'pchilikda tabiiy savol tug'iladi. Og'riq kuchli bo'lsa, qanday qilib mashq qilaman? Aynan shu paytda fizioterapiya yordamga keladi. U mashqlarning o'rnini bosmaydi, lekin og'riqni kamaytirib, harakat qilish uchun og'riqsiz sharoit yaratib beradi. Bu maqsadda biz bir necha zamonaviy apparatlardan foydalanamiz. Birinchisi SIS, yuqori intensiv magnit terapiyasi. Nerv tizimiga ta'sir qilib, og'riq signallarini pasaytiradi. Og'riq kuchli bo'lgan davrda harakatni boshlashni osonlashtiradi. Ikkinchisi HILT, yuqori quvvatli lazer terapiyasi. Chuqur to'qimalarga kirib, yallig'lanish reaksiyasini kamaytiradi va to'qimalarda tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Uchinchisi UVT, zarbali to'lqinli terapiya. Qotib qolgan mushak va paylardagi zo'riqishni yumshatishga yordam beradi va og'riqni sezuvchanligini pasaytiradi. To'rtinchisi bu tekar terapiya. Ichki to'qimalarda qon aylanishini faollashtirib, mushak spazmini kamaytiradi va harakat oldidan bo'g'imni tayyorlaydi. Muhim jihati shuki, ushbu usullar yakka o'zi emas, balki mashq va reabilitatsiya bilan birga qo'llaniladi. Ular harakatni yengillashtiradi, insonga faol davolanishga tezroq qo'shilish imkonini beradi. Endi dorilarga o'tamiz. Og'riq qoldiruvchilar. Bu davo emas, vaqtinchalik o't o'chiruvchi. Faqatgina og'riq kuchayganda 3-5 kun ichish mumkin. Doimiy ichmang. Oshqozon va yurakka zarar bo'ladi. Xandaprotektorlar. Mo'jizani kutmang. Ilm-fanda ularning tog'ayni qayta o'stirishi isbotlanmagan. Pulni havoga sovurmang. Ukollar, gormonlar faqatgina favqulodda holatda, faqatgina 1 yilda ko'pi bilan 1-2 marta. Ko'p qilinsa tog'ayni eritib yuboradi. Gialuron kislotasi. Biz avvalgi roliklarda aytganimizdek, artrozda bu foydasiz. Amerika ortopedlar akademiyasining so'nggi xulosasi aniq. Chanoq son bo'g'imi uchun gialuron kislotasining ta'siri oddiy fizrastvordan farq qilmaydi. U og'riqni qoldirmaydi va operatsiyani kechiktirmaydi. Undan ko'ra mashq qiling. Bu bepul va 1000 marta foydaliroq. Mana shu haqiqatlarni bilish sizni ortiqcha xarajatlardan qutqaradi. Like bosishni unutmang. Shunda bu video shifo izlayotgan boshqa bemorlarga ham tezroq yetib boradi. Qachon operatsiya qilish kerak? Endoprotezlash, bo'g'imni almashtirish operatsiyasiga shoshilmang. Agar rentgenda ahvol yomon, 4-bosqich bo'lsa-yu, lekin siz yura olsangiz va og'riq chidasa bo'ladigan darajada bo'lsa, operatsiyaga shoshilmang. Operatsiya faqatgina 2 narsa birlashganda qilinadi. Birinchisi, rentgenda bo'g'im yemirilgan bo'lsa va og'riq chidab bo'lmas darajada bo'lsa. Ko'ksa artroz mavzusida sizni yana qanday savollar qiziqtiradi? Izohlarda kutib qolamiz. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr.